chotki ish, oyligi ham zo'r akalar. Har hafta rashyot qiladi. Videoga bittadan like bosinglar. Betka, erkak ayol kishilarni qabul qiladi. 18 yosh smenasiga necha puldan olyapsiz? Smenasiga 3,5 million olamiz. Qancha chetverk ket. 3,5 million bilan har hafta rashyot qiladi. Yangi kelgan bo'lsalaring ham qabul qiladi. Registratsiyaga qo'yib berib ishga chiqaradi. İşte bilmaydigan odamlar kelsa, ishni o'rgatasizlar o'zlaring. Ish yengil. Assalomu alaykum, Sabr Musofir kanalini kuzatib boryaptigan aziz do'stlarim, sog'-omonmisizlar? Ish chiqargani kelganmiz Yandex Market skladidan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ishi chotki ish, oyligi ham zo'r akalar. Har hafta rashyot qiladi. Videoga bittadan like bosinglar. Kimki yangi bo'lsa kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Shu videoni keng tarqalishi uchun bittadan like bosinglar, videoni tarqatib qo'yamiz. Video davomida ishda usloviyasini aytib o'taman. Kim qanday ishlayapti ko'rsataman. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Akalar, bu brigadir bo'ladi. Skladda Yandex Marketda brigadir bo'ladi. Mana shu skladda. Bu skladda ishchisi. Siz kim bo'lib ishlaysiz? İşçi bo'lib ishlaymiz. Ishchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? O'zingizni tanishtirib o'ting. Ismingiz nima? Otingiz nima? Atim Munarbek. Shu skladda 6 oydan beri ishlaymiz. Aylig'i juma sayin beriladi. Aylig'i yaxshilar chiqadi. Ish yengil. Kelib ishlasangizlar bo'ladi. Har hafta oylik beradimi? Har Smenasiga necha puldan olyapsiz? Smenasiga 3,5 million olamiz. Qancha chetverk ket. 3,5 million bilan har hafta rashyot qilishda. Bo'ldi, rahmat akam. Ko'rib turing, hech qayerga ketib qolmang. Brigadir bilan savol javob qilaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'ting. Ismingiz Atim nima? Islom. Islom, ha? Siz bilan gaplashgan edik, bo'lmaymi, telefon bilan. Mana bizni podpischilarga aytingchi, qanday ishlashyapti, qancha oylik olishyapti? Ish yaxshi, jumasini chet aylig'i yaxshi. Ayna 105-104 alışat ayna. Bir oyda выходной bilan. Bezg'atni ishsach, выходной oladi, mesela 100 chiqadi выходной men. İştese bo'ladi, ish yengil, kelib ishlaysizlar. Kameraga qarab gapir. Ishlaysizlar, kelib. Ish yengil. Balandroq gapiravering akam. Nima ish qilishadi? Основном bolalar nima ish qilishadi bu yerda? Основном bolalar Ko'rsatasizmi agar iloji bo'lsa Hamas yuraverib. Davay, bossam. Yuring. Baqa operator. Mana bularni ilib qo'ygan. Bular nima bular o'zi? Qaplar dilchet, shu tovar salishadi, qaplarni. Tovar shuga salatda, bu tovarlarni barini qo'lda. Operator oldindan yuring. Tovarlar shuga tushadi. Bu yoqdan ilchet, qistar bit buna. Bejeler bo'lsa shuga salishadi qapqa. Ish yengil. Og'ir ishi yo'q, ha? Ish yo'q. Sizlarga nechta ishchi kerak? Qancha? Bizga go'l ish kerak. Moskva va Podmoskvada ham Moskvaning ichida ko'p ish kerak bizga. Bolalar ishi shu bolalarning ishi. Bular ham sizlarning ishlaringiz? Biz ko'p ishlaydi. Grushiga mashina yuklab, mashina tushirishadi bular. Mashina tushirish yaxshi ish desa bo'ladi aka. Bular hammani oyligi bir xilmi yoki kimdir bir xil общий 3,5 million bo'ladi. Hammani oyligini bir haftada har hafta rashyot qiladi. Ko'ryapsizlar akalar, har hafta rashyot 3,5 million bilan smenasiga. Og'ir ishi yo'q. Mana akalar ishlashyapti. Shuncha odam ishlayapti. Bu yoq tovar alaykum akam. Tovar tartib, men tartashimda. Bu yoqda nima ish qilishadi? Bu yoqdan tovarni obratkaga keltirib, obratga. Ko'rsating narxda. Bu yoqda. Основной ishni qayerda qilishadi sizlarning odamlaring? Mana основной ishni tovarni chashamiz. Jetkirish ish yengil. O'sha aytsa, mashinadan chiqaradi, bitta tarqatadi, ha? Tovarlarni priyomkadan qabul qilgan tovarlarni tarqatadi. Bu teleshkalar nima uchun? Teleshkalarga tashlab olib ketadimi? Ha, olib ketadi. Teleshka salonat apparat. Значит, ko'rib turibsizlar, akalar uncha og'ir ishi yo'q. Tovarni priyomkadan qabul qiladi, olib kelgandan keyin, betga qo'ygandan keyin shu yerda tarqatadi, teleshkalarga tashlaydi. Undan keyin boshqa o'zlarining yacheykalarga tashlaydi. Mana koробка ziynaman, mana korobkalarga yeb, podonga yeb, shular qilmay.
korobka press qilasizmi? Korobkalarni xoddamga jiyib, oyoqqa olib boraman da. Men ishim shu. Ketasiz. Albatta og'ir ish emas ekan. Ko'rasizlar akalar, вообще og'ir ishi yo'q. Og'ir ish emas. Bemalol kelishlaring mumkin. Bemalol Ekrandagi kelishdik, nomerlarga telefon qilasizlar. Telefon qilasizlar, adreslarni tashib beradi. Yotoqxonasiga ham boramiz, ko'rsatamiz. Hozir dal shu nima ish qilishyapti bolalar, yana ko'rsatamiz. Rahmat akam. Bo'pti. Ko'rsatingchi, qani bu licheykalar, mana shu licheykalar. tovarlarni olib kelib shaqa har bittasiga o'zini skaner bilan urib tarqatib chiqadi, ha? Bo'lgan tovarni salamiz. Tovarni salamiz tag'i. Tezmen ishlaymiz. Tez pik qilamiz, mana pik qilib. Bo'ldi, apparatdaymiz. Bunda bosamiz. Ishni bilmaydigan odamlar kelsa, ishni o'rgatasizlar o'zlaring. Ish yengil, ish. Ish yengil. Ayva yengil ish misoli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va qo'ya ishlar, ish Bu aka ham sizlardanmi? Yo'q, sizimiz. Ha, sizlardan emasmi? Ko'ryapsizlar akalar, mana tovarlar keladi priyomkadan. Yo'q, taqib turing hali siz. Tovarlar keladi priyomkadan, olib kelgandan keyin mana shu nimalarga, teleshkalarga tarqatib chiqadi. Skaner bilan har bitta tovarda o'zini joyi bor, tarqatib chiqadi. Akalar, opalar, betka, erkak ayol kishilarni qabul qiladi 18 yoshdan to 50 yoshgacha. Grajdanstvasi yana bir marta aytib o'taman. Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya. Agarki Qirg'iziston, Qozog'iston nimalardan yangi kelsa, registratsiya qilib berib ishga chiqarasizlar, ha? Yangi kelgan bo'lsalaring ham qabul qiladi, registratsiyaga qo'yib berib ishga chiqaradi. Akalar, shunday ishlar chiqaryapmiz. Bizga bittadan like bilan podдержка qilinglar, чтобы videomiz keng tarqalsin.